shaxsiy brendni rivojlantirishdan asosiy maqsad nima bo'lyapti yoki shu vaqtgacha nimalar qilib ko'rdingiz? O'zimni maqsadimmi, shaxsiy brend qilishdan maqsadimmi aniqlashim juda ham qiyin bo'lgan. U yo'lga kirib ko'rganman, bu yo'lga kirib ko'rganman. Shaxsiy brendni rivojlantirishga kirgandan keyin bunga yaxshigina vaqt kerak. O'zi Asror aka, men boshlab tashlab qo'yishimga sabab mana shu sabab bo'lgan aynan. Sabab biznesim boshqa, daromad keladigan joyim boshqa, klientlarim Instagramda kelmaydi u yoqda, sababi u yoqda o'zbekcha chiqish qilganman. Turk kompaniyalari bo'lgani uchun hammasi tavsiya bilan keladi. Menga bu yoqdan hech nima qiziq bo'lmay qolgan. Boshlaganman 3 oy, motivatsiyam singan. Boshlaganman, yana singan. Assalomu alaykum. Razborimizni keyingi sonida ko'rishib turganimdan xursandman. O'ylaymanki, bu razborimizdan foydali va ko'pchiligi o'ylab yurgan savollariga javob bo'ladigan razborlardan bittasi bo'ladi deb o'ylayman. Eng birinchi o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot berishdan, ismingiz, yoshingiz, nima ish bilan shug'ullanishingiz haqida qisqacha ma'lumot berishdan boshlasangiz juda ham zo'r bo'lardi. Avvalambor katta rahmat razborga taklif qilganingiz uchun xursand bo'ldim. Meni ismim Aziz, yoshim 36 da. Best Audit kompaniyasining ham asoschisi, ham direktoriman. Kompaniyamiz O'zbekistondagi chet el kompaniyalariga, asosan turk kompaniyalarga buxgalteriya, soliq xizmati berib kelmoqdamiz. Bugungi kunda 100 dan ziyod O'zbekistonda joylashgan turk kompaniyalariga qaraymiz. Jamoamizda 30 dan ziyod mutaxassislarimiz bor. Zo'r. 30 dan ziyod mutaxassislaringiz bor. Asosiy faoliyat buxgalteriyadan iborat. Buxgalteriya, soliq maslahati. Tushundim. Zo'r. Faqat chet elliklarga faqat O'zbekistondagi. Shaxsiy brendni rivojlantirishdan asosiy maqsad nima bo'lyapti yoki shu vaqtgacha nimalar qilib ko'rdingiz? Boshida boshlaganda bilmasdan, tushunmasdan kirganman. Maqsadimni aniqlay olmaganman. Ya'ni ko'p oldin yigitlar bilan ishlaganman. Ko'rona qilganman. Hamma qilayotgan gapni gapirib chiqsangiz bo'ldi, mana kontentni qilib bering, buni qilib bering degan gapirganman, lekin men misol uchun nima ochiqroq aytganda? Ochiqroq aytganda, misol uchun bitta kontentimiz bor, Xitoy haqida gapirganmiz. 1,5 milliondan ziyod odam ko'rgan, lekin juda ham negativ o'z anaqalar kommentariyalar berilgandi. Deylik, shunga o'xshagan. Buxgalteriyaga umuman aloqasi bo'lmaganda, to'g'rimi? Ha, buxgalteriyaga aloqasi yo'q. Sizga ham buxgalteriyaga ham aloqasi lekin tadbirkor sifatida aloqam bor. Ha. Misol uchun bizlar Xitoy bozoriga kelyapti, bizning tadbirkorlarni qo'limizdan ishimizni olib qo'yishi mumkin degan kontent bo'lgan. Endi o'sha payti lekin u bo'yicha misol uchun 4 mingdan ziyod podpischik kelgan. Ko'p ko'rilgan, lekin kerak emas podpischiklar bo'lishi mumkin ko'pchiligi. Shunga o'xshagan o'zimni maqsadimmi, shaxsiy brend qilishdan maqsadimmi aniqlashim juda ham qiyin bo'lgan. U yo'lga kirib ko'rganman, bu yo'lga kirib ko'rganman. Boshida o'sha buxgalteriya bo'yicha yoshlarga tavsiya beraman, biznes egasi sifatida chiqaman deb o'yladim. Keyin chet elliklarga, turklarga qarayman, turkcha qilishim kerakmi deb o'yladim. Xullas, mana shu joyda adashdim yo'ldan. Maqsadimni aniqlashim qiyin bo'ldi. Hozir qanaqa maqsadingiz? Hozir maqsadim kompaniya sifatida ajratib oldim keyin. Oldin bit aralashib ketdi. Kompaniya sifatida boshqa hozir shaxsiy brendimniki boshqa. Uni ajrata olmaguncha qiyin ekan. Mana o'zingizni shaxsiy brendingizni qilmoqchisiz. Qilmoqchiman. Nima xohlayapsiz bu narsani qilishdan? Mana ertaga продвижение qilganingizdan keyin bundan nima olmoqchisiz? Endi o'zingizdan o'zingiz bu yerda ancha mehnat ketadi, ancha kuch ketadi, energiya ketadi. Nimadir kerakda. Hozir mana ko'rayotgan odamlarda ham shunga o'xshash narsa bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqa o'zi nima xohlayotgan, tushunmayotgan, bilmayotgan odamlar bo'lishi mumkin. Men bir qator tushuntirib ketaman. Ertaga shaxsiy brendni rivojlantirishga kirgandan keyin bunga yaxshigina vaqt kerak. Misol mana bugun ham 3 dona video olish uchun yarim kun shunaqa ertalabdan vaqt ketkazdik. Bundan tashqari energiya ketadi. Agar bu ish bilan professional shug'ullanaman desangiz, yomon pul ketmaydi, o'ziga yarasha pul ketadi. Endi bundan qanaqadir addachani siz ko'rmasangiz, oladigan narsangizni tushunmasangiz, bu bilan uzoq muddat shug'ullanishingiz qiyinda, motivatsiyangiz tugaganda bu ish ham tugab qoladi. O'shaning uchun nima xohlayapsiz o'zi bu narsani qilishdan, o'sha narsani ochib aytsangiz, o'shanga mos kelgan yo'lni chizamiz. Tushundim. O'zi Asror aka, men boshlab tashlab qo'yishimga sabab mana shu sabab bo'lgan aynan. Motivatsiya yo'qligi. Sabab biznesim boshqa, daromad keladigan joyim boshqa, klientlarim Instagramda kelmaydi u yoqda, sababi u yoqda o'zbekcha chiqish qilganman. Turk kompaniyalari bo'lgani uchun hammasi tavsiya bilan keladi. Menga
bu yoqdan hech nima qiziq bo'lmay qolgan. Boshlaganman 3 oy motivatsiyam singan. Boshlaganman yana singan. Mana 1 yil bo'lgan bo'lsa, 1 yildan beri 3-4 marta start berganman, restart qilish uchun. Mana bu hozir yana restart beryapman o'zimga-da, cho'si. Tennisga bordim. Qiyin bo'lyapti, lekin xudo xolasa endi bu safar aniq qarorliman oxirigacha borishga. Va bu masalada mana maqsad dedingiz-ku. Motivatsiya beradigan narsa muhim ekan, to'g'ri. Kelajakda men hozir o'ylagan maqsadim buxgalteriya sohasidagi yoshlarga va buxgalterskiy kompaniya quraman deb yurgan buxgalterlarga mana shu konsalting biznesini qurishda yordam berish. Buni keyinchalik balkim qanaqadir sotuvga aylantirishim mumkin. Konsalting umumiy emas. Buxgalteriya bo'lishi mumkin, soliq bo'lishi mumkin, moliyaviy konsalting berish. Boshqa konsaltinglarni bilmayman, soham bo'yicha moliyaviy konsalting berish. Shaxsiy brendim bo'yicha ekspertligimni olib chiqish. Endi bu buxgalteriya kompaniyasini ochmoqchi bo'lganligi o'zingizni kurslaringizni berasizmi? Qanaqa qiladi? Bu qanaqa ishlaydi? Yo'limni, kurslarimni berish, sababi biza mana 5 yil bo'lgan bo'lsa kompaniyamga boshlagan paytimda hech qanaqangi tizim yo'q edi. Ko'r-ko'rona ishlaganmiz. Men o'zim ham sotuvda ham ishlaganman, boshqaruvda ham, biznes egasi ham bo'lganman, lekin bosqichma-bosqich hammasini o'tkazganmiz. Bugungi kunda bizda marketing bo'limi bor, sotuv menejerlarimiz bor, yuristlarimiz bor, HRlarimiz bor, misol uchun. Ichki audit tizimlarimiz bor. Tizimni yo'lga qo'ydik. Hozir anaqa franshiza sotgandek bo'lar ekan, faqat o'sha ochayotganlarni o'zlarini o'qitib bu franshiza o'zlarini quradi, o'zini kompaniyasini. Sababi oldin harakat qilib ko'rganman bolalarga tushuntirishga, buxgalteriya kompaniya ochaman deganlarga aytganmanki, meni kompaniyamni franshizasini olgin, ishlagin deganman, lekin juda ham ko'p anaqalardan bilganim, ko'pchilik o'zini kompaniyasini qurishni xohlaydi. Franshiza olishni xohlamaydi. Shu zo'r. Endi bu normal holat, sababi tanilmagan brendni franshizasini har kim ham olgisi kelmaydi. Uning uchun konsaltingda o'zi xizmat ko'rsatishda brend nomi unchalik o'zi anaqa emas deb, ko'proq O'zbekistonda ham, tem bo'ldi menimcha buxgalteriyada ham brend nomidan ko'ra ko'proq egasiga, o'sha ishlayotgan odamga ko'proq ishonib sotib oladi shekilli. To'g'ri. Shuning uchun franshiza olishga qiziq emas-da. Balkim. Lekin men hozir turklar bilan ishlayman-ku. Turklar bilan ishlaganimda ularga kompaniyam muhim, kompaniyam ham, lekin o'zimni ham anaqa muhim, statusim. Zo'r. Zo'r. Xo'p, endi bu etapda hozirgacha nimalar qildingiz va mana shu g'oyangizni amalga oshirishda nima muammolar bor? Tushundik, maqsadingizni tushundik. O'sha bu maqsadga yaqinda oldingi muammoingizni ko'rdik. Bu maqsadga yaqinda keldim. Ungacha shaxsiy brendimda qilgan ishlarim bo'yicha qisqacha aytsam, menda ko'proq anaqani ko'rsatishga harakat qilganman. Biznes egasi sifatida ko'rinishga. Meni anaqa ham profilimda ham ko'rishingiz mumkin. Ko'plab katta kompaniyalarni borib uchrashuvlarga borganman. Gapirmasdan. Katta tadbirlarga qatnashganman. Gapirmayman, prosta kelaman. Tadbirda kimdir bilan turganim ko'rinadi, gaplashganim ko'rinadi. Offline networking qilingan asosan. Lekin kimdirlar uchun qiziq shu. Kerakli odamlar ko'rishi mumkin. Tushundim. Biznesmenlar ko'rsa, taniydi, kim bilan turganimni biladi. O'sha qiziq bo'lishi. Tushundim. Hozirgi aytayotgan narsangizni qanaqa qilib realizatsiya qilmoqchisiz, aka? Buxgalteriyanimi? Aytinglar, mana o'sha buxgalteriya kompaniyasi ochmoqchi bo'lgan odamlarni o'zingizga yig'ishingiz, ularga o'zingizni darslaringizni sotish uchun nima qilib buni sota olaman, nima qilib ko'rsata olaman deb o'ylaysiz? Birinchidan bizda ishlab turgan tizimimiz bor, tayyor. Yo'q, bu yog'i o'zingiz bilasiz, qanaqa darsingizni qanaqa o'tasiz. Qanaqa sotish deganda odamlar keladi deganda shaxsiy brendingiz tomonlama. Qanaqa qilib bu odamlarni o'zingizga yig'moqchisiz? Aytinglar, mana Instagramga yoki YouTube'ga yoki Telegramga yoki boshqa platformaga bo'lsa, u yerda qanaqa qilib u odamlarni привлекать qilmoqchisiz birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda u odamlarni jalb qilganingizdan keyin jalb qilish bitta ish bo'lsa, ularni keyin ishontirib, ularga o'zingizni spetsialistligingizni ko'rsatib, mahsulotingiz yaxshiligini ko'rsatib sotishingiz kerak. Shunaqa. Bu etapda nima qilmoqchisiz? Qanaqa qilmoqchisiz? YouTube'da chiqish qilishni o'ylayapman. YouTube'da podkast shaklida aynan mana shu sohani, konsalting biznesini qurish bo'yicha hozirgi mavjud muammolar va buni yo'li, kelajagi haqida chiqishlar qilishni o'ylayapman YouTube'da. Bundan tashqari Instagramda qisqa videolar bilan kompaniyani qurishni etap-etap o'rgatib borishni o'ylayapman. Uni o'rganish boshqa, qilish baribir qiyin. O'ziga yarasha ishi bor. Keyingi etaplarda ham ekspertligimni chiqarib, ham kompaniyani qurishni qadam-qadam ko'rsatib tushuntirib borish videolarimda.
va kelajakda qiziqqan o'sha kompaniyasini qurmoqchi bo'lgan, konsalting biznesini qurmoqchi bo'lgan odamlarni yig'ib, ularga keyinchalik sotish, kompaniya qurish. Instagramni kompaniya qurishga aloqador kontent qanaqa tartibda ishlamoqchisiz? YouTube'da aytaylik nechta oyiga kontent qilaman deb o'ylayapsiz, Instagramda nechta kontent qilaman deb o'ylayapsiz? YouTube'da hozir birinchi etapda bitta podkast qilishni o'ylayapman. Undan reelslar chiqadi-yu baribir. Eng klassik yo'q, qilib ko'rdim. Hamma qilayotgan, qilib ko'rdim. ishlamayotgan xuddi tanlamoqchi ekansiz. Qilib ko'rdim. Ana turk biznesmenlari bilan reportaj qismi ham bor-da. Reportaj olib chiqib ko'rdik. Boshida bir oyda 2 marta qilamiz degandik, qila olmadim. Bitta dona qila oldim. Boshqa tilda bo'lgani uchun qiyin, tayyorgarlik qilish kerak. Men tushunayotgan narsam shu, hozir o'ylayotgan narsam, balkim buni farqli yo'llari bo'lishi mumkin. Shuni o'rganish uchun shetdaman, xudo xolasa. Nima deb o'ylaysizlar hozir? Mana shunaqa ishlasalar o'quvchi yig'a olinglarmi? Instagramda foydali kontent bilan birgalikda qiymatli fayllar berib borishni o'ylayapman. Tayyorlab. Prezentatsiyalar. Misol uchun buxgalterlarni qanaqa ishga olish bo'yicha bizda ishga olish tizimi ham bor-da. Ishga olish tizimlari o'zimni nima bo'lsa menda tizimlarim bo'yicha sekin-sekin podrista qilish, hammasiga qiymat berish. Keyinchalik uni qilishni keyin o'rgatish. Hozir mana aytaylik foydali narsa berdilar. YouTube'da podkast qildilar o'sha turk odam bilan. Instagramda turk u boshqa kompaniya. Mayli aytaylik, buxgalteriya haqida o'zbek tilida bitta dona podkast qildingiz. Nimadir yana narsalar berdingiz. Qanchalik bu bizani sizga kelayotgan odamlarni aytaylik, biz buxgalteriyani o'rganayotgan odam bo'lsa, shu insondan sotib olishimizga sabab bo'ladi. Sabab bo'lmaydi, yetarsiz. Birinchidan kompaniya qurish haqidagi ma'lumotlarni berayotgan odamni ham o'zini statusi bo'lishi kerak. Kompaniya qurganmi, o'zi kim bu degan. Mana o'zidan javob shunaqa ma'lumot misol uchun menda bemalol. Ishlab turgan kompaniyam bor, mijozlarim bor. Mijozlarim ichida juda ham katta kompaniyalar bor. Misol uchun men konsalting biznesida $500 debman, $100 tortib $5000 sotuvlar qila olganman. O'zbekistonda buxgalteriya biznesida unaqangi sotuvlar qiyin. Hozir ham mana o'zbek auditoriyasi mana yaxshi biladi. Buxgalteriya biznesida 2 million, 3 million, 5 million, oshib borsa 10 million outsource beradigan. Undan buyog'iga chiqqan qiyin. Lekin men $5000 sotib, hozirgacha sotyapman. Misol uchun minimalni anaqalar sotuvlarimiz $1000 dan olib chiqa olganman. Albatta buni o'ziga yarasha yo'llari bor. Yo'li bor-da, endi bekordan bekorga chiqa olmaysiz sizlar bunga. O'shalarni ko'rsatib berishim mumkin. Uni anaqa deyotgani yo'q. Hozir mana sizni ketmoqchi bo'lgan yo'lingizni bitta ko'raylik. Ketmoqchi bo'lgan yo'lingizni bitta ko'raylik. Aytaylik, varonka formatida mana shuni ko'raylik. Hozir mana birinchi sizga lead kelish kerak, klient kelish kerak. Sizni odamlar spetsialist sifatida tanish kerak, kompaniya egasi sifatida ko'rish kerak va odamlar sizni shu sohada tanish kerak deb o'ylaysiz. Va bu yoqda sizni varonkangiz boshida mana shu Ahvat turadi. Ahvatni qayerdan olmoqchisiz? Siz haqingizni bilish kerak bo'lgan odamlarni qayerdan olmoqchisiz? Spetsialist sifatida sizni tanish uchun, kompaniya egasi sifatida tanish uchun. Qayerdan deganda mana reels qilmoqchimisiz, YouTube'da podkast qilmoqchimisiz, nimani asosida bu odamlar sizni taniydi degan narsa. Hozir bitta natijaga borishingiz mumkin. O'sha natijaga borishingiz uchun 2 yil ketishi mumkin. Hozir hayolingizdagi narsani qilsangiz 2 yil ketishi mumkin. Bizni aytaylik yoki 4 yilda borishingiz mumkin. Borasiz qanaqadir vaqtda hozirgi aytayotgan narsalaringizni ham balki o'shani optimalliroq balki yechimini qiladi. Qanaqa bormoqchisiz hozir menda? Reels qilmoqchisiz, to'g'rimi? Reels qilmoqchisiz, nima? Reelsda nima reels qilasiz? YouTube'dagi gapirgan gaplaringizni kesib qo'ydingiz. Yo'q, ulardan tashqari. Xo'p, nima reels bo'ladi? Nima haqida bo'ladi? Kompaniya ochish haqidami? Kompaniya ochish. Endi qarang. Instagramda kompaniya, buxgalteriya kompaniyasini ochishni xohlagan odamlar nechta bo'lishi mumkin? 10 mingta deylik, mayli. Grubo говоря, 10 mingta deylik. Instagramda 12 millionta foydalanuvchi, 13 millionta foydalanuvchi bor hozir. U 10 mingta odamga o'sha 13 milliontaning orasida sizni o'sha videoyingiz yetib boradi deb o'ylaysiz. U 10 mingta odam sizni tanishi uchun minimum 1000
1 millionta etilus sizni prosmotr bo'lishi kerak. Buxgalteriya kompaniyasini ochish haqida kontent qilganingizda 1 millionta prosmotr urolmaysizda, chunki u juda ham kam odamga qiziq, Instagram uni продвижение qilmaydi. To'g'ri. Razborimizni ko'rayotganingizdan va bundan qanaqadir foyda olayotgan bo'lsangiz, bundan juda ham xursand bo'lamiz. Bizda shaxsiy brendni rivojlantirish bo'yicha maxsus o'quv kurslarimiz bor. Onlayn formati, offlayn formati va bularda o'zingizga qulayini tanlab, o'qib, o'rganib, shaxsiy brendingizni rivojlantirishda chuqur foydalanib ishlatishingiz mumkin va ichida juda ham ko'p qulayliklar qilganmiz va sizni bu dastur orqali shaxsiy blogingiz bilan sotuvlaringizni oshirishga, mahsulotingiz yoki xizmatingizni sotuvini effektiv yo'lga qo'yishga yo'naltirilgan o'quv dasturi hisoblanadi va bu dasturimizga hozir sizda oldindan yozilish orqali yaxshi bonusli va qo'shimcha imkoniyatli va eng arzon narxda darsga qo'shilish imkoniyati bor. Bu darslarimizga qo'shilish va batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi mana shu videoni opisiyaniyasida link bo'ladi. Shu link orqali ro'yxatdan o'tib ma'lumotlaringizni qoldirib qo'ysangiz, biz o'zimiz sizga bog'lanib, ma'lumotlarni berib, darslarga qo'shib qo'yamiz. Rahmat, razborni davom ettirsa bo'ladi. Instagram uni продвижение qilmaydi, bo'ldi. Etilu mayli. Reels orqali olmoqchi edingiz, bu yerda 3000 ta etilu maksimum sizda axvat bo'ladi. Keyingi etapda nima qatga o'tadi u odam? Keyingi etapda Reels ko'rdi, keyin direktdan yozadimi? Menga o'shani o'rgating, anaqani o'rgating deb direktdan yozadimi? Qanaqa? Telegram kanaliga o'tkazishim mumkin. Foydali anaqa berib, kompaniya ochish bo'yicha gayd berib, Telegram kanaliga o'tkazasiz. Xo'p, Ma'lumotlar berib boraman Telegram kanalimda. Etilu bu yoqqa 300 ta odam o'tdi. Ko'p etganda 300 ta odam o'tdi. Atak buncha anaqa qilishi sal qiyin. O'chirg'ich qaysi edi, bolalar? Ikkinchisi mana bu. Shunisi. O'zi o'tish sal qiyin-u, normal Etilu 300 ta odam o'tdi. Keyin ularni u yoqda progress qilinadi. Bilganingizcha qilasiz. U yerda yana o'sha kompaniya ochish qanchalik yaxshiligi, boshqa u bu narsalar haqida aytganingizda, bu yoqdan Etilu 300 tadan 30 ta odam sizga Etilu anaqaga yozildi. Suhbatga yozildi. Suhbatga. Bu Zoom bo'lsa odatda 30 ta odam Zoomga yozildi. Bulardan agar maksimum konversiya bo'lganda 2-1 bo'ladi. Ya'ni 50% bo'ladi. Lekin unaqa juda ham ehtimoli kichkina. Agar po faktu qaraysiz, hozirgi bozordan va odamlar sotayotgan narsa, berayotgan taklifingiz, ichidagi narx hammasi bu yerda ahamiyatga ega. 50 ga 50 bo'lish ehtimoli kam. Temboli birinchi anaqada potokda o'rtacha 3 dan 1 bo'lgan taqdirda ham, 3 dan 1 bo'lgan taqdirda ham bu yerda 10 ta dona o'sha o'quvchiga mashq taktika bilan borish ehtimolingiz bor. Bular ham o'zidan o'zi sotib olmaydi. Bu yerda siz hali bu narsani qilishingiz uchun 10 ta odam sizdan sotib olish uchun bir dona reelsingiz o'zi yetarli emas. U yerda ko'p kontent chiqarishingiz kerak. O'zingizni qanchalik mutaxassisligingizni, lичностingiz kuchliligini, bosib o'tgan yo'lingizdagi tutgan qadamlaringiz va u odamda sizdan sotib olishga yetarlicha isbot ko'rsatib berishingiz kerak. Undan keyin Telegram kanalida ham, bu yoqdagi suhbat jarayonida ham qanaqadir o'sha to'g'ri taktikalarni ishlatganingizdek hammasi ideal ketgan holatda mana shu konversiya bo'ladi va bu yerda ham hali qilinishi mumkin bo'lgan ko'p ishlar bor. Risklar qanaqa? Agar siz Reels'da o'zingizni spetsialistligingizni yaxshi ko'rsatib bera olmasangiz, odamlar sizdan sotib olmasligi, Telegram kanaliga o'tgandan keyin u odamlar Telegram kanalni mut qilib qo'yib, foydali qaysidir o'sha ma'lumotni olib bo'lgandan keyin u narsani mut qilib qo'yib, umuman sizni boshqa ko'rmasligi ham mumkin. Undan keyin suhbatga yozilgandan keyin suhbatga kirmasligi mumkin. Bunaqa keyslar ham rosa ko'p bo'ladi. Suhbat kirgandan keyin sotib olmasligi mumkin. Sotib olgandan keyin predoplata qilib kelmasligi mumkin. Va bu yerda bu son sizni hozirgi o'ylayotgan narsangizni realizatsiya qilishga yetarli emas. Endi bu jarayonda nima, qanaqa taktika qilish tavsiya qilgan bo'lardi? Qanaqa taktikada ishlash tavsiya qilgan bo'lardi? Biz umumiy reels qilib hamma buxgalterlarni yig'ib olishimiz juda ham qiyin. Birinchi o'rinda biz o'ylashimiz kerak, bizani auditoriya buxgalterlar qatlarda yig'ilgan. Kimlarda yig'ilgan bo'lishi mumkin? Hozir mana Instagramda o'zi mana o'sha blog yurgizayotgan odamlar bor. Buxgalterlar asnomni kimlarni kuzatadi? Soliq maslahatchilarini. Soliq maslahatchilarini yana
soliq maslahatchilari bormi, yaxshi zo'rlari bormi, blogini aktiv yuritayotgan odamlar u yerda konkret buxgalterlar yig'ilgan, to'g'rimi? Xo'p. Yana qatladi. Tadbirkorlikni o'rgatadiganlarda ham bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Ularda yana kimda bor? Biznes bo'yicha treninglar bor. Biznes bo'yicha trening o'tadigan odamlarda, moliya bo'yicha qanaqadir informatsiya beradigan odamlar bor. Misol, Umid akada. Umid akalar bo'lishi mumkin, yana shunga o'xshagan odamlar bor. Son akada bo'lishi mumkin. Sizda boshqona o'shanga o'xshagan anaqalar bor, odamlar bor, profillar bor. Ularda o'zi tayyor buxgalterlar yig'ilib bo'lgan. Siz Amerikani boshqatdan ochishga harakat qilib, buxgalterlarni boshqatdan yig'aman deb o'tirgandan ko'ra, ular bilan agar kollaboratsiya qiladigan bo'lsangiz, ularni qalbiga yo'l topasizmi, boshqa qilasizmi? U odamlardan ularni auditoriyasidagi buxgalterlarni o'zingizni profilingizga o'tkazsangiz, birinchidan to'g'ri buxgalterlarga chiqqan bo'lasiz. Ikkinchidan u odamlarga уже buxgalterlar daveriya berib bo'lgan, u odamlarga ishonib bo'lingan, ularni hisobi bilan o'zingizga ham дополнительный daveriya olish holati bo'ladi. Ya'ni sizni men birinchi marta ko'ryapman, sizga ishonishim qiyin. Balki ishonmayman umuman, aldayapti bu odam, qatdan buxgalteriya men kursini o'tib beradi, kompaniya ochishimga yordam beradi deb o'ylayman birinchisi. Agar Umidjon aka bilan chiqsangiz, menda siz aldayapti degan variant уже yo'q. Tushunyapsizmi? Tagiga xuddi shunaqa ularni kuzatayotgan o'sha odamlarda bo'ladi. O'shaning uchun dars berishni boshlayotgan birinchi 2 yillikda shunaqa ishonchga kirib bo'lgan odamlar bilan kollaboratsiya qilish juda ham muhim. E'tibor bergan bo'lsangiz, misol biz o'zimdan ham agar primer qilsak, boshida o'sha odamlar bilan biz birga ko'p videolar qilganmiz. O'sha auditoriyasi bor odamlardan reklama sotib olardik yoki birga chiqardik yoki boshqa qilardik. Auditoriyasi ko'pligini o'zi ham fakt emas, daveriyaga kirgan odamlar bilan ko'proq chiqish qilganmiz. Nimaga? Odamlar o'sha bir-biri bilan bog'liqlik ko'rsin, bu odamlar aldoqchi emas degan fikrni odamlarga yetkazish uchun va bu real ishlaydigan kes. Endi sizni maqsadingiz bo'lishi kerak. Mayli, Instagramda aytaylik, o'sha axlatlarni yig'ayotganingizda qanaqadir buxgalteriya kompaniyasini ochishga nisbatan kontent bo'lishi mumkin. Jamoangizni ko'rsatadigan, ishxonangizni ko'rsatadigan, bu sohadagi erishgan natijalaringizni ko'rsatadigan, misol ishxonada nechta buxgalterlar ishlayapti, nechta kompaniyaga xizmat ko'rsatilyapti. Mana shu faktorlar muhim o'zingizni ishingizni qilayotganingizda, ko'rsatayotganingizda. Ya'ni ishimizga qiziqtirishimiz uchun, yo'q, ishim bo'layotgan. Sizni odamlar yaxshi buxgalter deb tan olishi uchun. Ya'ni bo'ldi, mana shu odam zo'r buxgalter ekan, shuncha kompaniyasi bor ekan, shuncha odamga xizmat ko'rsatar ekan, bu odamda demak nimadir bor degan narsani olish uchun daveriyaga bu narsani ko'rsatishingiz kerak. Ularni kontentga aylantirib qo'ydingiz profilingizga. Rasmlaringizni chiroyli qildingiz, aktualnilaringizni zo'r qildingiz, postlaringizga mana shu narsalarni qo'ydingiz. Endi u narsalarni qo'yishdan maqsad bo'lishi kerak sizda axvat emas. U kontentlar sizga prosmotr olib kelishiga yo'naltirilmasligi kerak. Naborot, prosmotri ko'p bo'lib ketsa, sizga umuman buxgalteriya qiziqmaydigan odamlar qo'shilib qolib rasvo qilishi mumkin. O'shaning uchun u yoqdan siz maqsadingizni просто o'sha odam olib kirganingizdan keyin sizda o'sha kirganda o'sha odamlar siz haqingizni o'rganib chiqayotganini ko'rish kerak bo'lgan holatda upakovka qilishingiz kerak profilingiz. Keyin aytaylik, o'sha boyagi auditoriyasi bor odamlar bilan kollaboratsiya qildingiz, u odamlarni profilingizga привлекать qildingiz и ko'rsatdingiz. Misol, sizga odam kirishi mumkin, aytaylik 10 mingta odam olib kirdingiz, reklamalar sotib olib va bunga 10 mingta odamga nechta pul ajratsam norma deb o'ylaysiz? 10 mingta odam olib kelish uchunmi? Taxminan 3 ming. 10 mingta buxgalter kiryapti. 10 mingta buxgalter, u qiyin, lekin katta pul ketadi. 10 ming ketsa kerak. Endi ketsa kerak emas, nechta pulga rozisiz? O'sha qiziq menga. 10 mingta buxgalter olib kelishmi? 5 ming deylik. Pastkashlik qilmang. 10 mingta odam kirsa, agar 1% konversiya qilganingizda 100 ta odam bo'ladi. 100 ta odamga $1000 produkt sotsangiz $100,000 bo'ladi. O'sha odam 5000 tikyapsiz. Qarang. Обучение sistemasida yozilmagan qoida bor. 1 ga 10 har doim. Bu yerga mana kim ertaga mana shu narsaga kirmoqchi bo'lsa, mana shuni esdan chiqarmanglar. Siz $1 million ishlab topmoqchi bo'lsangiz, $100,000 sarflashingiz kerak. Tushunyapsiz-a? $100,000 ishlab topmoqchi bo'lsangiz, $10,000 sarflashingiz kerak reklamaga. Agar 10 ming ishlab topmoqchi bo'lsangiz, $1000 sarflashingiz kerak. 1000 ishlab topmoqchi bo'lsangiz 100. Endi bu yerda kichkina sonda sal farq qilishi mumkin, lekin o'sha katta sonda har doim bir xil ishlagan. Bu yerdagi eng katta odamlarga muammo ertaga 100 ming chiqib ketish etapiga kelganda katta
pul ishlashi, katta zapusк qilish, katta pul topish xohlaydi, lekin расходga kelganda tish g'ijillab ketadi. O'sha joyiga ko'pchilik tayyor bo'lmaydi. Siz ham olib kirayotganingizda 1:10 qoidasiga har doim anaqa qilishingiz kerak, qarab yurishingiz kerak. O'sha etilo zapuskingizdan, mana shu o'quv kurslaringizdan necha pul ishlab topmoqchi bo'lsangiz, o'shani 10% ni reklamaga ishlata olishingiz kerak. Hozir mana sizga 100 ming budjet ajratganingizda ham hozir ishlatadigan joyingiz yo'q, bilmaysiz qayerda ishlatish. Uni sekin o'zi chiqiladigan etapi bor. Siz etilo $1 anaqangiz tushdi degan taqdiringizda, obunachilaringiz tushdi degan taqdiringizda 10 ming pul ketadi. 10 mingta buxgalter, lekin asha shikolat bo'ladi agar 10 mingta buxgalter yig'ib olsangiz $1 dan. Balki menimcha yig'ish mumkin, balki $2 ga chiqsa ham o'zi YouTube'dasiz. Yig'ish mumkin. Nimaga? Hozircha bu yo'nalishda anaqa qilayotganlar yo'q. Kontent qilayotganlar, o'sha buxgalteriya haqida chiqib, buxgalterlarni yig'ishga harakat qilayotgan odamlar yo'q. Bu sizni juda ham katta yutug'ingiz bo'ladi. Chiqib ishlashingizda. U pulni 10 ming etilo ajratdingiz, 10 mingni anaqaga ishlatmaysiz. Blogerlardan reklamaga ishlatmaysiz. Ya'ni blog egalaridan o'sha tadbirkorlar, buxgalterlar yig'ilgan joylarga ishlatmaysiz. Etilo uni 50% ni o'shatga ishlatishingiz mumkin, 60 yoki 70% ni o'shatga ishlatishingiz mumkin. Axvatingizni bir qismini u yoqdan olasiz, ular bilan kollaboratsiya qilib o'zingizni profilingizga olib kirdingiz. Instagramga. Odamlarni olib kirdingiz, qolgan 30-40% ni targetga ishlatasiz. Targetda shunaqa nastroyka qilsa bo'ladi, kontent qilasiz, to'g'ri o'sha buxgalterlikka yetib boradigan qilib qo'ysa bo'ladi. O'zi hozir qo'shilgan Instagramga, to есть metaga u o'zi mana shu sizni aytayotgan gapingiz qiziq bo'layotgan odamlarga avtomatik yetib boradi. Agar shu ключ so'zlarni qo'ysangiz, targetolog bilan maslahat qilasiz. Bu narsani samostoятельно hech qaysisini qilmaysiz. Reklama olishni ham, boshqani ham, videolarni ham o'zini egasi bilan, spetsialist bilan qilasiz. Reklama olishni ham maslahat qilib qilasiz. Erta target yo'qotganingizda ham o'zini spetsialisti bilan ishlaysiz. Hammasini o'zingiz qilmaysiz. U odamlarni bu yoqqa anaqa qildingiz, Instagramingizga olib kirdingiz, keyin o'sha target bilan olib kirasiz va bu etapda mana ikkinchi bosqich keladi. U odamlarga просто tak mani profilimga o'tinglar desangiz o'tmaydi. Misol mana etilo 10 mingta yoki 100 mingta buxgalter bor, просто tak u odamlarga mani profilimga o'tinglar, men sizlarga mana shunaqa narsa, misol men profilim buxgalteriya haqida, kompaniya ochish haqida ma'lumot olasizlar desa o'tmaydi. U odamlarga sizni profilingizga o'tishi, sizga qiziqishi uchun nimadir sabab kerak. Bu narsani lead magnet bilan, boyagi aytgan narsangiz bilan yasasa qiziqroq bo'ladi, yasasa yaxshiroq bo'ladi. Nimadir berish bo'yicha. Endi faqat bu joyda primoy kompaniya ochish haqida aytsangiz, ko'p buxgalterlarni ozgina cho'chitib yuborishi ham mumkin yoki ko'proq buxgalterlarni prioritet qilmasligi mumkin. Bu yoqda ozgina umumiyroq buxgalteriyaga aloqador, lekin ko'p buxgalterlarga qiziq bo'lgan, ichida nimadir tablitsa bo'lishi mumkin yoki boshqa nimadir qiziqarliroq narsa bo'lishi mumkin. Endi buni o'zingiz yaxshiroq bilasiz. Juda ham nishalashmagan, lekin buxgalterlarni o'zini yig'ib oladigan lead magnet tayyorlashingiz kerak. U lead magnet misol Telegramga anaqa qilyapsiz. Joylayapsiz, Telegramga joylayapsiz. U odamlar sizni profilingizga tushadi va o'sha lead magnetni olish uchun Telegram kanaliga o'tadi. O'rtada sizni profilingizga ham podpisatsiya bo'ladi. Plus Telegram kanalingizga o'tib o'sha lead magnetni oladi. Lead magnetni video shaklida sizni spetsialistligingizni, lичностingizni ochib beradigan etilo yarim soatdan 1 soatgacha bo'lgan material tayyorlash tavsiya qilinadi. Video shaklida. Ha, sizni bir dona reelsingizni ko'rib qolgan odam eslab qolmaydi. Telegram kanalingizga tushib nimadir kichkina materialni ko'rgan odam eslab qolmaydi. Qachonki sizni bitta odam tushdi, gapingizni yarim soat yoki 1 soat eshitdi, ana u odamni esida qolishingiz va sizga nisbatan loyalnost oshish ehtimoli ancha baland bo'ladi. O'shanaqa video shaklida qiymatli, juda ham zo'r qanaqadir lead magnet tayyorlanadi va u odamlar bu yoqqa o'tadi. Etilo Instagramda 10 mingta edi. Etilo bu yoqqa 5 mingtasi o'tdi o'sha narsani olishga, o'sha anaqani ko'rishga, videoni ko'rishga. U odamlarni YouTube'ga o'tkazasiz. YouTube'da bu odamlar o'sha lead magnetni ko'rishi bilan bir qatorda foydali, yana o'zingiz sohangiz bo'yicha spetsialistligingizdan kelib chiqqan holatda videolar tayyorlaysiz. Ishxonangizni ko'rsatib berishingiz mumkin. Turkiyadagi klientlaringiz bilan переговорingizni ko'rsatib berishingiz mumkin yoki sohaviy qanaqadir mutaxassisligingizga aloqador qanaqadir kontentlar qilishingiz mumkin va u odamlarni o'sha kelgan sazvonga qo'yishingiz, o'ttiga endi o'sha progrefflarni qilishingiz, sazvonlarni qilishingiz va boshqa holatda ishlashishi yana tashkillashtirib sotuvlarga yo'naltirib yuborsangiz bo'ladigan holat
bo'ladi va mana shu etapda agar ishlaydigan bo'lsangiz, sizni profilingizga mana misollarni hozir taqriban aytib tashlash noto'g'ri. Mana shu etapda mana shu ketma-ketlikda agar ishlaydigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda sizga maqsadli, to'g'ri odamlar, g'irt buxgalterlarni yig'ish imkoniyati bo'ladi. Ikkinchi o'rinda u odamdan to'g'ri progress qilish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni progress ham maqsadli va foydali. U odamga ham foydali bo'ladi. Xohlasa keyin darsingizga yoziladi yoki yo'q. Keyin u odamlar bilan ishlab, keyin sotuvlarni amalga oshirishni tashkillashtirsangiz bo'ladi. Faqat bu mana joyda hozir chizilgandek hammasi risoladagidek ketmasligi mumkin. Sababi odatda sizdan ayniqsa o'quv kursini taklif qilayotganingizda shunaqa narsa bo'ladiki, sizga bugun potetsiya bo'lgan odam ertaga sizni darsingizni sotib olmaydi. Kimdir sizdan nimadir dars sotib olishi uchun vaqt kerak va o'sha vaqt davomida u odam sizni kuzatishi kerak. Aytaylik, yarim yildan bu 2 yilgacha, 3 yilgacha odatda o'rtacha yarim yildan 1,5 yilgacha vaqt talab qilinadi. Kimdir sizdan nimadir sotib. Bugun auditoriya yig'ishni boshladingiz, u odamlar sizdan bugun sotib olmasligi ehtimoli 90%. Qaysidir 10% zarur odamlar oladi, qolgan 90% kutadi. Sizga boshida ishonmaydi. U odamlarni to'xtovsiz kontentlar qilish, to'xtovsiz progresslar qilish orqali ishontirasiz. Ya'ni spetsialistligingizni ko'rsatasiz va mahsulotingizni taklif qilasiz, sotasiz. Uning uchun Instagramda aktiv bo'lishingiz, storieslarda aktiv bo'lishingiz, YouTube'da o'sha kontentlarni to'xtatmasdan chiqarishingiz va o'rtadagi kontaktni uzib qo'ymasligingiz kerak u odamlar bilan. Чтобы sizni esdan chiqarib qo'ymasligi kerak. Bu birinchi sababi. Ikkinchi sababi spetsialistligingizni ham yaxshi ko'rsatib berishingiz kerak. Plus mutaxassisligingizni ham yaxshi, lичностingizni ham yaxshi ochib berishingiz kerak. Ya'ni zo'r buxgalter bo'lsangiz yaxshi, zo'r. Lekin agar sizga biza shaxs sifatida ishonmasangiz, sizdan baribir sotib olishimiz qiyin. Zo'r ekspert bo'lganim bilan, zo'r ekspert bo'lganingiz bilan agar sizga simpatiya menda bo'lmasa, sotib olmayman, qo'pol qilib aytganda. Misol, damini ol, nima sandan boshqa odam yo'qmi bu narsani menga ko'rsatadigan degan holat ham bo'lishi mumkin. O'zingizni lekin bu etapda yolg'on aralashtirib, o'zingizni yaxshi ko'rsatishga harakat qilmasligingiz kerak. O'zingizga o'xshagan odamlarni yig'ish uchun baribir lичностingizni ham ko'rsatib berishingiz kerak. O'sha yugurishga borayotganingiz, ertalab turayotganingiz faqat buxgalterlikdan hayotingiz iborat emas. Sizning lichniy hayotingiz ham, lichniy fikrlaringiz, qarashlaringiz ham bor. O'sha narsalarni o'sha qo'shsangiz, odamlar bilan o'sha emotsional kontaktlar paydo bo'lishi boshlaydi. Shunaqa tartibda ishlaysiz, aka? Taxminan. Men bu Telegram deganingiz, mana shuni ko'rdim qilib. Bir o'tgan yil boshida soliq o'zgarishlari bo'ldi-da. O'zgarishlarni sразу anaqa qilib, PDF qilib, slayd shakliga olib kelib, video chiqish qilganman-da. Menga agar obuna bo'lsangiz, Telegram kanaliga yo'naltirdim. Bu yerdan olinglar deb. Tushundim. Faqat Telegram kanal bu payt o'zimniki yo'q edi, kompaniyamnikiga yo'naltirgan. O'sha paytda 2-3 ming odam kirib olgan shuni. Zo'r. O'sha faylni haligacha ham bunaqa tashiydi. Tushundim. Uni tadbirkorlar adashmasam menimcha kirganda aslında. Yo'q, buxgalterlar ham bor ko'pi. Buxgalterlar ham bor. O'zgarishlarni hammasini bitta joyga yig'dim-da. Uni juda ham ko'p o'zgarish bo'lgani uchun odam kirib o'qib chiqishi ko'p vaqt ketadi. Mana shuni anaqa qilish kerak. Undan ham nishalashtirib, faqat buxgalterlarga qiziq bo'ladigan nimadir narsa berish kerak. Tadbirkorlarni ham agar qo'shsangiz, o'sha sal chalkashligini bo'ladi. U odamlar bilan ochuvchi o'yin qilamiz-da, o'sha boshqa tomonga burilib ketadigan holat bo'ladi. O'shaning uchun faqat anaqaga. Anaqachi, men bu moliya va mana shu buxgalteriya, moliya sohasida o'qib yurgan studentlar ham ko'p-da. Keyinchalik baribir ular ham shunaqa ishga kiradi-yu. Ularni ham sekin tortsam bo'lmaydi bu yoqqa. Qarang. Hammasini bittada olamiz. Hammani bittada olamiz. Hozir studentlar segment umuman boshqa. Mana bu odamlar umuman boshqa. Hozir unga ham bunga ham o'ynayman desangiz, ikkalovini ham yo'qotib qo'yasiz. Unga ham bunga ham o'ynayman desangiz, ikkalovini ham yo'qotib qo'yasiz. Siz shunaqa ish qilishingiz kerak, yo uni tanlab ularga anaqa produkt qilishingiz kerak, yo ishlayotganlarni o'zini tanlab bularga produkt qilish kerak. Hammaga bir vaqtda hammani maqsadli auditoriya deb hisoblash noto'g'ri. Hech kimsiz qolib ketib qolishingiz to'g'ri kelib qolishi mumkin. Ular ham mayli, xohlasa profilingizga kirib chiqursin, lekin sizning ma'lumotlaringiz anu odamlarga, itogidagi ma'lumotlaringiz o'sha buxgalterlarga yo'naltirilishi kerak. Tushundim. Endi bu etapda mana shu hammasini qilayotgan etapingizda hammasini bitta o'zingiz baribir qilishingiz qiyin. Sizga texnik komanda kerak.
poni syomkalarni tashkillashtirib beradigan, keyin mana bu anaqalarni ulashga, Telegram kanalingizni yuritishga, o'sha lead magnitlarni Telegram kanalidan Instagramga o'tkazib beradigan, YouTube'ingizga coverlarni qilib beradigan, boshqa qilib beradigan bu ishni tashkiliy qismi bor-da, katta. U narsani tashkillashtirib beradigan baribir spetsialistlar bor. O'shalarni ham anaqa qilishingiz kerak. Hozirdan sekin-sekin bor unaqa spetsialistlar. tayyorlab Men borish. har doim ular bilan ishlaganman, o'zim hech qachon qilmaganman. Zo'r. Endi hozir ichiga kiryapman. Shu paytgacha bitta post ham qo'ymaganman. Video ham qo'ymaganman, to'g'risi. Boshidan komanda bilan ketganman. Zo'r. Balki boshidan kirishim kerak edi, qiziqib o'zim. Ha. Menda vaqt bo'lmadi, ishda bo'lib faqat video olish kerakmi, montaj qilib ko'raman, davay qo'yib yuboraman. Mayli, endi xayrligi mana endi. Shunaqa. Sog'liq qolmagan bo'lsa, demak, yo'lda nima qilayotganingizni ko'rib yana xulosalar qilamiz, yoki xudo xolasa. Oxirgi savolim, hozir men o'ylayotganim, mana faqat ish demadi, bo'lmaydi dedingiz-ku. Men o'ylayotganim hozir 5 ta 6 ta yo'nalishni o'ylaganman-da, rubrika qilishim uchun video. Misol uchun ekspertlik, keyin biznes va boshqaruv, o'zim komandam, ishxona, keyingisi sport, keyingisi sayohatlar ham bo'ladi menda ko'pda orada. Ko'p chiqib kelaman davlatlarga. O'sha keyingisi lifestyle, balkim bu bolalar bilan vaqt o'tkazishim bo'lishi mumkin, oilaviy, tam qanaqadir bilmadim. Endi qarang, yoki bu yerda nima qilishingizni o'zingiz bilasiz. Aralashtirib Qilayotgan kontentingiz ko'p prosmotr olishga anaqa misol xohlanmayapti. Plan u emas. tushundim. Plan u emas. Lekin nima qilib yurishingiz kerakki, sizni profilingizga kirayotgan bugatorlar sizni turmush tarzingizga qaraganda o'zini B tochkasini ko'rish kerak. Ya'ni misol men aytaylik, hozir boshlang'ich etapdagi bugalterman, aytaylik $500 dan $1000 oylik olaman. Yoki pul ishlab topaman va sizni profilingizga kiryapman, sizni lifestylingizni ko'ryapman. Misol sayohatdasiz, yaxshi mashina minyapsiz, katta kompaniyangiz bor, katta odamlar bilan misol suhbatlar qilyapsiz va ishlayapsiz va u narsani ko'rib sizga havas qilib, sizga o'xshashga harakat qilishim kerak va misol sizni o'zimga o'sha rol model sifatida ko'rishim kerak, siz tomon yuradigan anaqa bo'lish kerak, menda xohish bo'lish kerak. Chiqarayotgan kontentingizdagi hamma любой kontentingiz mana shu bitta savolga javob berish kerak. Mani o'sha endi mendan sotib oladigan auditoriyaga mana shu mani sotadimi mana shu kontent? Ha bo'lsa qo'yirish kerak. Tushundim. Bu korxonangiz bo'lsin, u xoh chet eldagi o'sha Turkiyadagi kimdir yo O'zbekistondagi qaysidir katta kompaniya bilan suhbat yoki nimadir lead magnet bermoqchisiz yoki любойcha narsa qilyapsiz, har qanaqa kontent qilganingizda bitta savolli javobi. Bu kontent meni sotadimi? Ha bo'lsa qo'yverasiz. Zo'r. Shunaqa. Buni har doim o'ylab qilaman endi. Mana shu narsa mingiz oson, o'shanda qiyinlashib ketmaydi. Tizimlash oson bo'ladi. Filtr qilib olayman-da. Filtr oson bo'ladi. Bo'ladimi, bo'lmaydimi? Men sotmoqchi bo'lgan auditoriya to'g'ri keladimi, yo'qmi degan savol. Zo'r. Katta rahmat. Okay. Xursand bo'ldim. Umringiz ziyoda bo'lsin. Xo'p, foydali bo'ldi men uchun. Jarayonni ko'ramiz yana. Shu bo'yicha endi davom etamiz. Kelishdik. Rahmat sizga. Razborimiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar siz shaxsiy brendingizni rivojlantirishga chuqur kirishmoqchi bo'lsangiz, bizda to'liq kurs bor. Hozir oldindan eng yaxshi narxda va eng yaxshi bonuslar va qo'shimchalar bilan darsga qo'shilish imkoniyatingiz bor. Batafsil ma'lumot olish va darslarga qo'shilish uchun videoning tagida link bor. Shu link orqali nomeringizni qoldirib qo'ysangiz, biz o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz.